sezon kelib uyda nimadan qursam ekan deb o'ylanib turgan aka-ukalarimiz uchun sizlarga mana bu palestra bloylarimizni taklif qilamiz. Bu palestra bloylar issiq sovuqni 100% ushlab beradi sizlarga. Buni ichi 80% po'kaydan iborat bo'ladi. Stenasini 30 qilib uradigan bo'lsangiz, mana bu degani 20 santimetrlik tufli til degani. Hisobiga 99% uyingizni issiq sovuqligini ushlab beradi. Yozda muzda yoqib beradi, qishda issiq qilib uyingizni ichida gradusni chiqarmaydi. Bular palestra bloylar. Manzilimiz Farg'ona viloyat Toshloq tumanidan bo'lyapti. Sizlarga bugun palestra bloy, gaza bloy ishlarimiz narxini aytib o'tamiz. Bu ko'rib turganinglar esa gaza bloy bo'ladi. Bu tomondagilar shu gaza bloyni biraklari bo'ladi. Mana 30, 20, 60 bo'ladi. Mana shu 30lik tarafida 2 sm, 1 sm yetmay qolgan. Bularimizni narxi 14 ming so'mdan berib yoramiz. Buni zar devorga, ichki devorlarga ishlasalar ham bo'ladi. Mana bu yoqdagi gaza bloylar mana haqiqiy burchaklari zo'r, qattiq gaza bloylar bo'ladi. Bularimizni narxi siraz aytib o'tganim 18 ming so'mdan Farg'ona ichiga yetkazib beryapmiz dastavkasi bilan. Holatlari zo'r, o'ta cho'tki holatda, burchagini ko'rsalar ham bo'ladi. Mana teshikchalari davlat standartlariga javob beradigan gaza bloy bo'ladi. Двойной сушилкада pishib chiqqan gaza bloy bular. Mana shu ko'rib turganinglar kechagi gaza bloylar. Bugungilari mana o'sha nam bo'lib turibdi birinchi qatorda. Mana 5 ta. Gaza bloylarimiz mana bu sushilkamiz bo'ladi. Mana sushilkaning ichida inak sovuq pishib chiqadi. 60-70 gradus bo'ladi. Kamida 80 gradus uchib ko'tariladi. Bu bunga qattiq qo'shib 2 qavat kilonka. Buni orqasi двойной steklovatasi bor. Ko'rib turib kilonka deyishdan mumkin. Bu yerda quyilyapti. Ayblayni olib beraman. Masalan, suyuq holatda quyiladi. Narigi birinchi turtamiz, bunisi ikkinchi bo'ladi. Gaza bloylar o'ta zo'r holatda ko'rishingiz mumkin. Razmerlari o'sha 20, 30 ga 60 bo'ladi. Bunimiz o'sha palestra bloyga qo'shiladigan polesterollari bo'ladi. Mana shu narsa issiq sovuqni 100% ushlab beradi sizlar uchun. Palestra bloy narxini aytib o'tamiz. 22 ming so'mdan Farg'ona ichiga dastavka qilib beryapmiz palestra bloylarni. Bunimiz endi avtomat reskamiz. Mana shu yordamida kesib bloylarni kesib olinadi. O'sha masha aytganimdek birinchi sushilka mana tevalari уже двойной утеплитель bo'lgan.